Energiya bu sog'liq bilan pul. Sog'liq bilan pul bu energiya. Marafonni oxirigacha yetib borgan odamga 100% holati o'zgarishi garantiya beriladi. Mana bu narsani o'zgartirish kerak. Buni ham Shukrona bilan o'zgartirsa bo'ladi, chunki erta ham biz o'zimizga hattoki o'rganamiz yozamiz. O'zgartirma bo'yicha magnit pul qaytariladi. Avvalo o'zini o'zgartirgan. Demak, insonni holati reallikka ta'sir qiladi. Bu O'zbekistonning uchinchi holati, ayol qizlarda bor holat. Qari qiz ustanovka. Sizga hech qaysi psixolog udalить qilib bermaydi, hayolingizdan faol qilib bermaydi. Assalomu alaykum, xayrli kun. Hammalarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Rahmat shunaqa vaqt ajratib kelganingiz uchun. Bugun sizlar bilan mana Shukrona loyiham bilan tanishish uchun yig'ildik. Xudo xolasa bugun nima deydi, qisqa lo'nda interesli birga vaqt o'tkazamiz. Tayyormisizlar? Faqat menga aktivinglar, поддержкanglar va albatta jonli muloqotinglar kerak bo'ladi. Boshladikmi? Xo'p, qizlar, birinchi o'rinda men sizlar bilan gaplashib, ozgina muloqot o'rnatib olishni xohladim. Demak, o'zi Shukrona loyihasi haqida kim eshitdi, kim tanishdi, kim challenge kanalda bor? Xo'p, yig'ilganlardan kim meni darsliklarimda qatnashgan? Qaysi bo'lsa ham. Ko'pchiligi. Qaysi darsliklarimda? Turmushgacha, muhim ayol, business woman, orzular. Yana. Ichimdagi huzur, yaxshi. Yangi kurs. Pul psixologiyasi yana. Demak, ko'pchilik yaxshi tanish meni qadriyatlarim bilan, darsliklarim bilan. Bugun loyihani tanishtirish jarayonim ozgina zerikarli bo'lib qolsa, harakat qilamiz tezroq yarim soatlarda o'tkazishga, qolgan yarim soat sizlar bilan gaplashishga. Shunaqa zerikib qolmasligimiz uchun обязательно o'zingizlar qiziqtirishga harakat qilinglar. Buning uchun men bilan gaplashib, jonli, men sizni eshitib turibman, bu yerda tursam ham, men sizlar bilan gaplashgani keldim, auditoriya bilan sizlarga tanishtirgani keldim va albatta shu uchrashuvimiz orqali, xudo xohlasa, YouTube tarmog'imda bu narsani minglab ayol qizlarga loyihani tanishtiramiz va albatta birinchilardan bo'lib bugun batafsil ma'lumotni sizlar olish imkoniga ega bo'lasizlar. Demak, birinchi o'rinda men shu loyiha haqida kim nimalarni tushundi, kim o'zi biladi, Shukrona texnikasini, bu metod bilan kim tanish, balkim kimdir sinab ko'rgandir. Sizlardan eshiting. Qani sizlar? Loyiha haqida Instagramda eshitdim. Qo'ygan qanaqasidan bo'ldim. Istoriyada ko'rib, birinchilardan bu shu grupga qo'shilishga harakat qildim. Молодцы, zo'r. O'zi umuman, har qanaqa holatda ham shukur qilish kerak deganingizdan keyin o'sha narsa meni tortdi. Qaysi nima bo'lsa ham deganingizdan keyin o'sha narsa tortgandan keyin ayni meni vaziyatimga kelgan. Rahmat. O'zi hamma qanaqadir vaziyat bilan kelgan, bugun to'g'rimi? Baribir inson borki, har doim qanaqadir masalalarning ichida yashaymiz. Shunaqami? Xo'p, o'zi umuman meni loyihamdan tashqari O'zbekistonga Shukrona metodikasi, ya'ni благодарность yozish ancha oldin kirib kelgan. Bu narsani ko'p ekspertlik kitob ko'rinishida ham, marafon, kurslar yoki bittalik texnikalar ko'rinishida har xil taqdim qilishgan. Endi buni men kengroq yoyishni xohladim, chunki katta auditoriyam bor, yana ham ko'proq insonga foydasi tegsin dedim, lekin bugunga qadar eshitgan bo'lishinglar kerak. Sizlarning tushunchalaringizni bilmoqchiman. Siz uchun Shukrona yozish texnikasi bu nima? Yozganlarim juda ko'p narsani o'zgartirdi hayotimda. Sezdim, hozir ham ko'raman-da, shuni bir kunlar yozgan edimmi, shu bo'vatda deb o'taman-da. Shunaqa anaqasini ko'rganman ta'sirini. Sinab ko'rgansiz, demak. Rahmonjoningiz uchun. Masalan, qaranglar. Hozir Shukronani qanchalik bilishingiz yoki buni maqtashingiz yoki bo'lmasam prosta gapirish uchun gapirishingizni xohlamayman-da. Ya'ni balkim savol bordir sizlarda, ya'ni oxirida ham savollar. Masalan, siz bugun mana shu strechadan Shukrona haqida mana bular aytdilar, mumkinmi, mumkin emasmi, shu narsani bilmoqchidirsiz. Balki ixtilofli joylarida sizda qanaqadir qiyinchiliklar bordir. Shu narsalarni ham mana bu joyini men bilaman, bu joyini bilmayman deb aytib keting. Чтобы men bilay bugun nimalarni ochib beray sizga. Xo'p? Bu narsamga shukur keltirishim kerak, ili rostdan kutayotgan narsamga shukur keltirishim kerak o'z aslida. Shuning uchun balki bunda
undan to'g'riroq yozishni o'rganaman, to'g'ri направление bo'yicha ketaman. Shu kurs sizni berayotgan ma'lumotlaringiz bo'yicha shuni aniqlashtirishga o'rganaman. Aha, tushundim sizni. Demak, menimcha ko'pchilikni qiynaydi savol. O'zi mumkinmi, yo'qmi, dinda qanaqa? Demak, bu haqda ham bugun ma'lumot berib ketaman. Xo'p. Yana-chi? Dayringizda ham olganimda yozuvdingiz shu shukronalik har kuni ertalab 5 ta. Masalan, menda $100 borligi uchun shukr, yana ham ko'p kelishiga ishonaman. Men shunda tushundimki, shukronalik bilan ishonch yonma-yon ikkalasi. Shukr qilib, unga ishonish ham kerak. Konsultatsiyalaringizga borganimda ham aytuvdingiz-da, shukr qiling. Qancha shukr qilsak, shukr qiladigan narsalarimiz ko'payadi, chunki Alloh taolo Qur'onda ham aytgan, bandalarim menga shukr qilishsa, men ularga ko'paytirib beraman deb. O'shaning uchun ham men o'yladimki, shukr bilan ishonch yonma-yon narsa. Ham shukr qilib, ham yana ham yaxshi narsalar kelishiga ishonib, yaxshi xolis niyatda bo'lish kerak. Zo'r, qanday aplodisment. Juda chiroyli gapirdilar. Rahmat. Bo'lmasa boshlaymiz. Unda tushundim. Ozgina ma'lumotga egamiz. Nima? Bugun men o'zimni talqinimda, o'zim qanaqa sinab ko'rdim buni, qanaqa tushundim shukronani, qanaqa izlandim shu narsalarni bu narsani qanaqa qilib loyihaga aylantirdim, tanishtirmoqchiman, bo'lishmoqchiman. Demak, Madina Tursunova talqinida shukrona marafoni. O'zi aslida bu muhim ayol loyiham bor, bilasizlar. 2021-yildan beri faoliyat olib borayotgan bo'lsa, boshida o'sha muhim ayol turmushigacha darsliklarimiz bo'lgan bo'lsa, katta. Undan keyin unaqa katta, nima deyman, nisbatan katta masshtabdagi proyekt hali qilmadim. Faqat sotuvda o'sha narsalar bo'lgan. Mana 2 yildirki, endi birinchi marta Shukrona loyihasi katta masshtabdagi, xudo xolasa, loyiha qilib reja qilingan. Kuzatayotgan bo'lsanglar kerak, bunga отдельно podkast syomka qildik. Buni 30 kunlik marafonini tashkil qildik. Buning uchun bepul challenge tashkil qildik. Mana bugun event qilamiz, sizlar bilan strechadamiz. Men maqsadim mana shu shukronani ko'proq insonga tanishtirish va yoyish. Chunki insonlarni har xil masala qiynashi mumkin. Bilamiz, hayotimizda bir 10-15 ta soha bor. Shaxsiy hayot, oila, sog'liq, karyera, ta'lim, nima yana, farzand yoki farzandsizlik, ota-ona bilan munosabat, har xil. Va bu hamma sohalarda har bitta insonda hayotiy davrlarida muammo bo'ladi, qachondir. Hamma o'tadi bu narsadan. Hech kim hayoti mukammal bo'lmaydi. Kim nima ko'rsatsa ishonmaydi. Hech kim hech qachon idealni ham bo'lmaydi, hayotda ham idealni bo'lmaydi. Hammamizning problemamiz bor, hamisha shunaqa bo'ladi. Inson psixologiyaga nimaga keladi, qizlar? Qaysidir podkastimda ham aytdim. Nimaga keladi psixologiyaga? O'ylaymiz, shu muammosini o'zgartirish uchun. Yana ham kim aniq javob aytadi menga? Boshqalarni o'zgartirish bo'lishi mumkin. Hayotini to'g'irlash uchun. Hayotini to'g'irlash, baxtli bo'lish, yana motivatsiya olish. Og'riq bilan yashashni o'rganish. Vot, mana shu javob kutdim. Ko'rgan ekansiz, psixologlar olib boring podkastini. O'shanda aytdiki, mana qizlar bugunga qadar psixologiya deganda hamma o'yladiki, men psixologiyaga kirsam, ekspert bilan ishlasam, konsultatsiya olsam, boyib ketaman, ergitayaman, yoki erim o'zgaradi, yoki karyeram tepaga chiqib ketadi, yoki sayohat qilishni boshlayman, sovg'alarga ochilaman. Okey, qizlar bo'lishi mumkin, lekin bu narsalarni hammasi inson o'zini o'zgartirgandan boshlanadi. Lekin gap atvet bu yerda emas. Ya'ni qayerda hech qachon biz na psixologiyada man degan zo'r ekspert bilan ham xuddi siz o'pig'ini kesib tashlaganga o'xshab, nima deydi, rakovый kletkalarni kesib tashlaganga o'xshab, siz ruhiyatingizdagi muammoni udalить qilmaysiz. Bu safsataga ishonmanglar, unaqa bo'lmaydi. Uning uchun xotirani delete knopkasi bo'lishi kerak edi. Xotiradan hech qachon hech narsa o'chmaydi, yo'q o'chadimi? Agar nimadir bo'lib, avariya bo'lib, xotirasini yo'qotsa, o'shanda ham ongsizlikda o'sha informatsiyalar qoladi baribir. Baribir qoladi, qachondir uyg'onadi, bilasizlar, qanchadir vaqt o'tib xotirasi tiklanadi o'sha insonlarning. Nimaga? Chunki bizda og'riqlarni, o'tmishdagi vaziyatlarni, bizani xafa qilishgani, bizga og'riq berishgani, qanaqadir travmalarimiz hech qaysini unutmaymiz.
hech qaysini sizga hech qaysi psixolog udalить qilib bermaydi, hayotingizdan forig' qilib bermaydi. Sizni kuchli qiladi. O'sha narsa bilan yashashni o'rgatadi. Siz uchun u narsa уже pustiki bo'lib qoladi. Siz u narsa bilan yashashni o'rganasiz. Shuning uchun ham biz o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. O'zimiz deganda ongimiz, fikrlarimiz, reaksiyalarimiz, qarashlarimiz. Va men uzoq vaqt o'yladim. O'zim Shukronani bu rossiyskiy metodika o'zidagi благодарность yozish bilasizlar, o'zi g'arb psixologiyasidan kirib kelgan va bizning mentalitetimizga, dinimizga solib O'zbekistonda bundan foydalanamiz. Men bu narsani o'sha Rossiyani Master Kit, Mindspa programmalari bor. Juda ham ko'p bilasizlar, doimiy ravishda o'qiyman. Hech qachon hamma narsani bilaman. Men faqat ilm beraman demayman qizlar. Agar shunaqa desam, menda o'qimay qo'ya qolinglar. Tugagan bo'laman o'shanda. Men har doim o'qiyman. So'nggi nafasimgacha xudo xolisa o'qiyman. Har doim ustozlarim bo'ladi. Har doim qayerdadir nimadir kursida izlanayotgan bo'laman. Nasib. Va mana shu Shukrona bilan tanishganimda men aytganman, "Oy, O'zbekistonlik ayol qizlar agar shu narsani o'rgansa, qanaqa wow bo'ladi." Chunki bizning mentalitetimiz, bizning tarbiyamiz qanaqa bizani katta qilishgan? Удобно. Хорошая девочка. Bitta variant, ikkita variant, bir xil. Хорошая девочка, правильная девочка, idealniy kelin bo'lish kerak katta bo'lganda, удобный hamma uchun. И shuni natijasida afsuski katta foiz ayol qizlarimiz haligacha ruhan aziyat ko'rib kelishyapti. Lekin shu yerda shunaqa ixtilofli situatsiyaga kelib qolganmiz bugun. Jamiyatdagi ayollar ikkiga bo'lingan. Yaxshi yomon deyamiz, конечно, boshqacha. Rivojlangan. Kuchli vaziyat. Kuchli vaziyat. Yo'q, ikkalasi ham yaxshi emas qizlar. Kuchli bo'lib ketsa ham bo'ldi. Da. Kelishli taraf. Biz topolmayapmiz, o'zi qanaqa bo'lish kerak? Berasizlar shunaqa savol o'zingizga. Allohim, qanaqa bo'ling, qanaqa tuting, qanaqa yashang, yaxshi bo'ling, yomon bo'ling. Kuchli bo'ling, pul toping, topmayman. Itoatkor bo'lingmi, zo'r bo'lib keting erkakdan. Tushunasizmi? Shunaqa bo'lib qoldi jamiyatimiz. Unisida ham, bunisida ham yutqazib qo'yamiz. Mana shu joyda tushuntirish bersam, kuchli bo'lib ketib qoladi ayol isbotlash, ko'rsatib qo'yish, вот какая zo'rman, mashina, mol-mulk, biznes и так далее. Lekin o'sha yerda o'zib ketib qoladi. Hammadan baribir keyin yelkasidagi mas'uliyatdan qiynaladi. Itoatkor bo'laman, mayli erimni qanotida bo'laman, baribir o'zimni o'rnimni bilaman degan ayol qo'limdan hech narsa kelmayapti, orqada qolib ketyapman, hamma narsaga erishyapti, men uyda o'tiraman, ezilib jefta pozitsiyasiga tushib qoladi. То есть unisida ham yutqazyapti va oltin o'rtalikni topa olmayapmiz. Men aytardim, mana shu itoatkor pozitsiyani olib turib, ozgina uni remont qilib, chiroyli u yoqda qarashimizni o'zgartirishimiz kerak. Va shuning uchun Shukrona instrumentini bugun sizlarga tanishtiraman. Shukrona instrumenti bugun siz qanaqa masala bilan kelgan bo'lsangiz, Xudo xohlasa, yechim bo'la oladi qizlar. Men o'zim bu instrumentni, вообще bu kursni 3 marta o'tib chiqqanman. Har xil hayotiy davrlarimda shuni tushunganmanki, boshida inson hayotini, dunyoni, insonlarni o'zgartirish uchun kiradida, bu proyektga deylik, bu yo'lga. Keyin tushunadiki, aslida o'sha vaziyatlar ham sizni o'zgartirish uchun shuni oldiga olib kelibdi. Chunki noshukur, noliydigan, hayotimizning yaxshi tarafini ko'rmaydigan bo'lib ketganimiz uchun. Tanishtiraman unda sizlarni. Xo'p, Shukrona marafoni bu demak bizning yangi darsligimiz, Xudo xohlasa. Yangi loyihamiz. Buni asosida kognitivniy psixoterapiya turadi. То есть psixologiyada ozgina chuqurroq qizlar. Psixologiyada biz soznaniya bilan, ong bilan ishlaymiz. Bilamiz, bizda ong osti va ongsizlik bor. Va mana shu ong osti ko'proq kognitiv psixoterapiya haqida. Ong ostida men soddaroq xalqchil tilda sizlar bilan bugun gaplashaman. Rus so'zlarini ishlatsam xafa bo'lmaysizlar, qanaqadir chapan so'zlarni ishlatsam xafa bo'lmaysizlar. Men xohlayman gapirish emas, eshitilishi xohlayman. Okay? Demak, ong ostida mana bizning har kungi привычкаlarimiz bo'ladi. Odatlarimiz, ertalab turib tishimizni yuvamiz. Buni qanaqa qilasiz?
осознанно hozir men o'ng qo'lim bilan zubni o'chayotganini olaman, pastdan suraman demaysiz-ku, o'ylamaysiz, уже неосознанно shuni olasiz, qilasiz. Chunki bu уже har kungi привычка. И mana shunaqa привычкаlarimiz kun davomida yig'ilib, bizani bir kunimiz hayotimizni shakllantiradi. Endi tasavvur qiling, har xil konfliktli vaziyatlarda o'zinikini qanaqa tutadi? Oldin asabimni ko'rsatdim, jahlim ko'rsatdim. Xo'p, mana bu reaksiyalaringiz, okey, hammada har xil. Endi shu reaksiyalarni qayerdan olasizlar? Ota-bobolarimizdan meros qolganlarimiz, qanday holatda bo'lamiz? Aha, yana ham точныйroq aytadigan bo'lsak, o'zimiz o'ylab topmaymiz, to'g'ri? Davom ettiramiz. Xulq-atvor modeli bor. Biz kimnidir xulq-atvor modelida yashaymiz har doim. Ko'pincha qizlar onasinikida yashaydi. To есть, biz katta bo'lamiz, har xil konfliktli situatsiyaga tushasiz, nizoli. Keyin sizga miya savol beradi. Hozir o'zini qanaqa tutish kerak? Nima deb javob berish kerak? Qanaqa reaksiya qilishim kerak? Baqiraymi, qochaymi, uraymi, so'kaymi, nima qilay? Keyin o'shatda onosti atvet qidirar ekan. To'xtab tur. Oying qanaqa tutardi o'zini shu vaziyatda deydi. Biz buni anglamaymiz. Bu narsa sekundlarda, millisekundlarda bo'ladigan narsa. Onosti o'zi atvet qidiradi. Aytadi, ha, oyim hozir baqirib urushib ketardi deb qo'shni bilan deydi. Bo'ldi davaysdan hozir baqirib urushib ket, chunki bo'lmasam yana dalsha shunaqa qiladi deydi. Bo'ladimi? Keyin biz неосознанно o'sha kimnidir xulq-atvor modelida yashashni boshlaymiz. Kimdir adasini, kimdir qaynonasinikiga tushib qoladi kelin bo'lgandan keyin. Kimdir podrugasini kamdan kam, lekin onanikida. Xullas, mana shu ong ostimizni qanaqa ishlashini sizlarga tushuntiryapman. Shunaqa motion ishlaydi, biz boshqara olmaymiz. Ongni boshqaramiz, ongni soznaniyani tushunib turasiz, ong ostini boshqara olmaysiz. Ong osti siz pikaga chiqasiz-ku, sizni to'satdan uyg'otishganda, kuchli emotsiyada turganingizda, jahlda, rashkingiz qo'zib ketganda yoki nafratingiz qanaqadir o'zingizni boshqara olmaydigan holatlaringizda ong osti ishlaydi va erta siz rostdan ham boshqara olmaysiz ong ostini. Lekin mana shunaqa minutlarda hayotingiz hal bo'ladi. Bilasizmi? Keyin bir umrga achinadigan ishlar, voy nimaga shunaqa tutdim o'zimni, nimaga shunaqa gapirdim, nimaga mana shunaqa qarorga keldim deb afsuslanadigan tochkalar o'sha yerda bo'ladi. Shuning uchun ham biz ong ostini qayta dasturlashimiz kerak. Va Shukrona bilan shu ishni qilamiz. Qayta dasturlaymiz, odatlanib. Kognitiv psixoterapiya shunga qaratilgan. Bu yerda xotira, nerv sistemasi, ong, miya va neyronlarimiz ishlaydi. Bu hamma narsa bizani bitta apparatga aylantiradi. Xuddi mashina, qanaqadir texnikaga aylantiradi va bu yerda xotiramizni qizlar shunaqa cheksizki, Alloh yaratgan xotira, bilamiz, shu terabaytlar sig'adi ichiga. Ichida hamma informatsiya bor. Qachon qaysi tochkasini uyg'otsangiz, o'sha narsa ishlab beradi. Qizlar, davaychi bitta narsani tan olamiz. Biz kun davomida ko'proq bizani xotiramizni qaysi qismini uyg'otamiz? Salbiy yoki ijobiy? Salbiy. Nimalarda namoyon bo'ladi bu? Charchaganimizda. Yo'q, xayolan ketaveradi o'sha. Xayolan yomon fikrlar, muloqotda g'iybat qilib qo'yamiz, tanqid. Даже serial ko'rsak ham, anaqa maqtamaymiz qahramonlarni. Ko'pincha shunaqa qildi, odam emas. Aybini topish. Aybini topamiz ko'pincha. Kritikimiz biz shunaqa zo'r kritikimiz. Biz boshqalar qanaqa yashash kerakligini shunaqa zo'r bilamiz. Voy, agar biz o'sha serial ichiga tushib qolganimizda shunaqa o'zimizni tutardik, chotki bo'lib ketardi-da, lekin o'zimizga kelganda ishlamaydi. Mana shunaqa xotiramlar, o'zim ajratmayman. Keyinchi yanachi? Yana nimalarda? Maslahat berish kerak. Aha. Hissiyotda bemalol qo'ng'aradi. Hissiyotda ham, salbiyat ko'p, hissiyotda ham. Vot, ko'ryapsizlarmi? Demak biz уже isbotini ko'ryapmiz. Xotirani salbiy tarafini uyg'otganmiz ko'proq. Masalan, insonlar haqida o'ylaganda ham, qaynonamiz, juftimiz, ota-onamiz, kim haqida o'ylasak ham, birinchi ularning negativ taraflari keladi. Birinchi ularni yomon taraf, harakat qilamiz, ustimizda gapirib bormaslikka, yomon tarafini bekitib, rol o'ynab, kulib, lekin ichimizda xotirada faqat o'sha insonni salbiyati uyg'ongan. Nimaga? Chunki fokusirovka o'shatga nastroyenный. Lekin u odamlar qiynalmasa ham biz ichimizda qiynalamizmi?
постоянно yomon ko'raverib, faqat yomon tarafini ko'raverib charchab ketasizmi siz ham? Вот, mana shu narsalarni, demak, fokusirovkani ong ostini qayta dasturlaymiz, xudo xohlasa. Demak, nerv tizimi, xotira va neyronlar butunlay ijobiyatga qaraganda tasavvur qiling, bitta tasavvur qilib ko'ring. Har qanaqa vaziyatlarda spokойный bo'lib qolasiz, hammani faqat yaxshi tarafini ko'rasiz. Serial ko'rayotganda ham kritika emas, voy молодец, какая красавица, faqat yaxshi fikrlar, rostdan, ichingizdan, soxta emas, yaxshi fikrlar chiqishni boshlayapti. Kimdir sizga kelib yomon gapiryapti, sizni tanqid qilyapti, siz o'sha narsadan ham yaxshilik topasiz, sizga tegmayapti. Tasavvur qiling, hayot qanaqa o'zgaradi sifati. Juda xotirjamlik, sakinat paydo bo'ladi. Tasavvurga kirib ketdi hamma. Ili yo unaqa bo'lishi mumkin emas deymiz menimcha ichimizda. Yo men unchalik bo'lolmayman deb. O'chib qoladi. O'chib qoladi. Ha, unda hayot zerikarli bo'lib qoladi-yu, anaqasiz, yomonliksiz davomizami? Yo'q, qizim zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Inson tozalanishi mana shu yo'lida. Poklanishi, o'zi dunyoga ham nimaga kelamiz? Ziyat orttirish uchun, tilla yig'ish uchun, kunimizni bekor o'tkazish uchun emas. To'g'ri, birinchisini bilamiz. Men dindan gapirmayman. Psixologman, bilamiz, siz dindan o'zini mutaxassislari gapiradi. Birinchi vazifamiz ham bilamiz nimaga kelamiz-da dunyoga. Lekin ikkinchisi, hayotimiz mazmuni nimada? Insonlarga yaxshilik qilib, yaxshi yashab, Xotirjam yashashda. Agar dunyoni insonlarni chetga suradigan bo'lsak, biz ularni rozi qilish uchun kelmaymiz dunyoga. Sakinat olishga. Bizni yaratganni rozi qilsak bo'ldi. Bizning maqsadimiz tozalanish, poklanish uchun kelamiz. Chunki poklangan ong jannatga xos bo'ladi. Bizani o'sha ongimiz, fikrlashimiz, tushunchamiz, qalb darajamizni ana 7 urovingdan bittasini belgilab beradi, tanlab beradi. Ham o'qigan ilohiy kitoblar. 7 uroving bor. Shuning uchun ham inson bu hayotda ongini poklab yashashi kerak. Lekin siz ustingizda amalingiz ming zo'r bo'lsin, zo'r ihsonlar qilayotgan bo'ling, zo'r taqvo qilayotgan bo'ling. Ichingizda g'arazingiz bo'lsa, odamlardan nafratlansangiz, uyingizdagi oila a'zolaringizni yomon ko'rsangiz, norozi bo'lsangiz, ichingizda noshukrlik yashasa, bu qanaqa baxt? Bu qanaqa huzur? Yoki bu qanaqa soxta, pok, yaxshi insoniylik bo'ladi? Da? Shuning uchun biz ichimizdan tozalanishimiz kerak shu loyihada. Demak, Shukrona insonga nima beradi? Holat beradi. Men Shukrona marafonida holatni xudo xohlasa garantiya beraman. Kstati, bizda garantiya bor. Men endi birinchi marta по-моему sizlarga aytaman bu narsani. Loyihamizda qatnashgan har bitta ishtirokchiga 100% uni holati garantiya beriladi. O'zgarish faqat bitta shart bilan. Bizda vazifalar majburiy. Buni dash tushuntiraman. Marafonni oxirigacha yetib borgan odamga 100% holati o'zgarishi garantiya beriladi. Endi natijachi deydigan bo'lsangiz, natija holat bilan birga keladi. Ya'ni u boylik, sevgi, mehr, nima dunyoviy natija xohlaysiz, u narsa holat bilan birga keladi. Fokus haqida kim nima biladi? Fokus kamerani qosib bo'ladi. Kamerani telefonni anaqasi bor. Siz ichimdagi huzurda qilgan ekansiz. Mana misol uchun kamerani telefonda ko'rsatsam, telefonimiz bor. Bularga mikrofon berdik, bular interesli gaplar. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum ustoz. Fokus bu biza shunaqa narsaki, biza buni kamera orqali etsak bo'ladi. Misol qilib etsak bo'ladi. Misol uchun mana kamera bor, kamerani anaqa o'zini obyektivlari bor. Misol uchun mana siz o'tiribsiz, men главный yuzingizni tochkani sizga olib boryapman va men e'tiborim, fokusim sizda. Главный yo taraf esa u anaqa muhim emas, fon просто. Men qayerga olib borayotgan, nazarimni qayerga olib borayotgan bo'lsam, ya'ni o'sha e'tibori, vnimaniyamni qayerga olib borayotgan bo'lsam, o'sha joyga qarayotgan bo'laman. O'sha bizning fokusimiz. Ya'ni o'sha obyektiv misolida, kamera misolida. Kuch va energiya o'sha yerga ketadi. Hammasi o'sha yerga ketadi. Agar ne to'y joyga ketib qolsa, xuddi bu uy bo'ladi-yu, uyimizdan qo'rlari teshilgan bo'ladi-yu. O'shanga o'xshab ketadi. Bu qo'rilgan anaqa qo'ri teshiklari bu g'iybat, muhokamalarimiz o'sha yerga ketib qoladi, fokusimiz. Energiyamiz ketadi.
tushundinglarmi? Pishchak, mashinani benzini anaqasi bo'ladi-ku, benzin baki bo'ladi-ku. Xuddi benzin energiya ham o'shanga o'xshaydi. Energiya fokus o'sha yerda. Agar o'sha mashinani benzin o'sha baki teshilib qolsa, bekorga oqib ketaveradi-ku. Bizning ham shunaqada, energiyamiz bilan fokusimiz qayerda bo'lsa, bekorga ishlataversak, u ham oqib ketaveradi. Молодец, zo'r tushuntirdilar, gap yo'q. Tushundik-a, qizlar? Zo'r tushuntirdilar, men o'zim mazza qildim, mashallah. Demak, fokus bu juda ham mo'shin instrument. Biz uni qayerga qaratsak, hayotimizni o'sha tarafga qarab ketadi. Keling, bitta hozir mardlarcha hammamiz tan olib, bir ovozda aytaylik. Hozir bugun mana shu damda hayotingizni nimasiga fokusni qaratgansiz? Fokusimiz nimalarda? Qatlada. Demak, mana ko'pincha bizning fokusimiz boshqa insonlarda, ularning hayotida, ya'ni salbiy taraflarida shunda ham yaxshi emas. Yoki mana Instagramda ko'ramiz, mana bu mashhurlarimizdan tashrif buyurishgan rahmat kelganinglar uchun. Ularning hayotlarini ko'ramiz va erta ham fokusni baribir salbiyatga qaratamiz-da. Sovg'ani kim berdi ekan, hayoti qanaqa ekan, eri kim ekan, o'zi nechinchi xotin ekan, va qanaqa sovg'alar olibdi, qayerga sayohatga boribdi, nima uchun bunaqa yuraveradi aylanib, nima kiyib olibdi, voy ro'molda o'qib turib mana bunaqa ish qilishi to'g'rimikan, da? Давайте mard bo'lamiz, ichki farishta emas bu dunyoda, hammada ichida bo'lsa ham bu narsa o'tadi. И просто o'zimizni xazinadek bizga ishlatishga berilgan fokusni bir nima deydi? Ne'mat deb olib prosta boshqa yoqqa qaratib beraveramiz ularga. Tekinga yana. Tekinga. Keyin ularning hayoti zo'r bo'lib ketaveradi, rivojlanib ketaveradi, yana sayohatga ketadi, yana sovg'a beradi. Lekin biz o'tiraveramiz. Nimaga? Chunki siz energiyangiz bilan pitach qilyapsiz o'sha insonni. Kim bo'lsa ham, sizni tanimasa ham даже. Qo'shningizmi, qarindoshingizmi? Bu fokus bizga berilgan. Yaratgan bu hamma narsani, ongni, fikrni yaratib, ishlatgan deb bizga berganda, biz faqat boshqalarga ishlatyapmiz. Aslida fokusni biz qayerga qaratsak, mana nimaga aytiladi? Ota-onangni duo qil, чтобы u yoqqa energiya ketsin. Yoki bolangni duo qil, u yoqqa energiya ketsin. O'zingni qil, sog'lik so'ra, o'zingga baxt so'ra deyiladi-da. Chiroyli narsalarga qara. Mana kasal bo'lgan insonga doktorlar nima deydi? Yaxshilikni o'ylang deydi. To'g'ri? Ular tasdiqlab borishdi-da, что hamma kasallik psixosomatika. Yaxshilikni o'ylang, chiroyli tabiatga chiqing, toza havoga, quyoshga qarang, nafas oling kisloroddan deydi. Nimaga? Fokusini yaxshilikka qaratishni xohlaydi. Chunki fokusi salbiyatga qarab turgan inson tanasi ham tuzala olmaydi, ruhi ham tuzala olmaydi. Umuman yaxshilikni ko'ra olmaydi. Bugun siz nima masala bilan kelgan bo'lsangiz, hozir ichingizda tasavvur qiling. O'sha masala hozir siz fokusingizda qanaqa rangda turibdi? Mayli, menga aytmasangiz ham tasavvur qiling. O'sha masalani, u insonmi, u nima, u muammomi, vaziyatmi, necha foizi ijobiy, necha foizi salbiy? Qanaqa ko'proq? Salbiy ko'proq. Salbiy. Iloji yo'q deb, yechilmaydigan deb, yo'q bu inson hech qachon o'zgarmaydi, bo'ldi, meni hayotim shunaqa qolib ketadi, itakdan. Ya'ni o'zimiz shunaqa nom beramiz, keyin shu narsadan o'zimiz qiynalamiz. Demak, bizda vibratsiyalar bor. Bu ham endi katta mavzu, to'g'ri sodda tushuntiraman. Mental genetikada ham, psixoterapiyada ham men bitta apparatman, deylik, mashinaman. Bluetooth Wi-Fi hamma biladi-da. Nima chiqadi? Anaqa chiqadi, elektrovolnalar chiqadi. Biz uni ko'ramizmi? Ko'rmaymiz. Insonda ham xuddi shunaqa energiya taraladi, vibratsiyalar chiqadi. Mana siz hozir o'tiribsiz, bitta volnada hamma hozir. Bitta hamma bir-birini vibratsiyasini his qilib turibdi, uni hidini bilmasak, ishonmasak ham, lekin bitta o'sha massiviy ongni ichidamiz. Qaranglar, oldin esinglarda mana misol uchun naqa bo'lardi. Nokia bilan yaxshiroq ulanardi, yoki Motorola bilan yaxshi ulanardi, iPhone hozir iPhone bilan, Samsung bilan, то есть подобное притягивает подобное аппаратda ham даже ishlayapti. Tushunasizmi? Tasavvur qiling, insonda qanaqa bunaqa bo'lmasligi mumkin. Keyin bizning vibratsiyalarimizga monand
Bizga qanaqadir ne to sovchilar keladi, ne to juftlar keladi, yoki ne to o'rtoqlar keladi, yoki boramiz hamkasblarimiz ne to bo'ladi. Отношения bizga ne to hurmatsiz, qadrsizlantirish. Keyin biz nima qilamiz? Insonlarni ayblaymiz. Ular yomon, ular bilmaydi, ular qanaqadir ne to, men anaqa jертва. Ahol, nima uchun именно sizni oldingizga keldi bu inson? Sizni hayotingizga kirib keldi. Sizni polingizga kirib keldi. Nega? Подобное, притягивать подобное. Chunki sizni Bluetooth Wi-Fi, Wi-Fi ham bilasizlar, anaqasi bor. Undan narsada kачествоsi qancha bo'lsa, o'shanchasi yonadi-yu, kimnikidir to'lib turadi, kimnikidir pastroq. O'sha kачество agar sizni qanchalik kачествоsi kuchli bo'lsa, inson sifatida pok bo'lsangiz, o'shanaqasi nimaga poklarga poklar, tavba qilganlarga tavba qilganlar deyiladi. Chunki o'sha Wi-Fi misolida insondan qanaqa vibratsiya chiqsa, o'shanaqa sifatdagi inson uni Bluetoothga ulanadi, Wi-Figa ulanadi. Qolganlari ani pastroq bo'lsa, kачествоsi kuchi yetmaydi, sizga ulana olmaydi. Tushunyapsizmi? Agar sizga pastroq sifat sizlarni hozir ulanyaptimi, siz o'shanaqa volnada pastroqda turibsiz demak. O'sha on darajasida. Demak, siz izlucheniyingizni, mana bu elektr to'lqinlaringizni sifatli qilib, ichingizni tozalab, toza vibratsiya chiqarishni boshlaganingizda, sizga insonlar, munosabatlar, vaziyatlarning sifatlilari kelishni boshlaydi. Buning uchun ham nimani o'zgartirishimiz kerak? Nimamizni? Fikrlash. Dunyoqarash. Da, to'g'ri, energiya holat to'g'ri, lekin energiya holatini nima o'zgartiradi? Dunyoqarash, fikrlash, tushuncha, привычка, ya'ni odatlar. Atom odatlar degan kitob bor, kim o'qigan? O, super, молодцы, o'qigansizlar, atom odatlar. Kichkina odatlardan boshlanadi-da, o'sha narsa yig'ilib, mo'shni hayot yo'liga aylanadi. Xarakterga, hayotiy ssenariyga aylanadi. To'g'ri tushunganmizmi kitobni? Xuddi shunaqa, siz o'ylaysiz, bugun kichkinagina reaksiyam, kichkinagina meni insonga qilgan interpretatsiyam, ya'ni interpretatsiya nima edi? Xulosa keldi-da, bu o'zi odam bunaqa yaxshi edi, yomon edi tam, unaqa bu falonchi ayol, bir narsa ayol deb qo'yamiz-ku. Вот o'sha narsa ham biz u insonga gapiramiz. Lekin bu mendan chiqadi, bu menga tegishli narsa. Bu meni demak kirim, u insonni kiri emas. Agar rost bo'lsa ham bu inson shunaqa deydi. Men u haqda shunaqa o'ylayotganman, bu meni kirim, ichimdagi gryaz bu. Tushuntira oldimmi? U inson farqi yo'q qanaqa yashaydi, lekin bu gryaz meni ichimda yashaydi endi. Men bu narsani o'zgartirmagunimcha, men unga o'xshab ketaman keyin. Bir kun keladi, men yashayman o'sha gapirgan narsamni. Nimaga? Chunki muhokama qildim. Da? Bu narsa mo'jizaviy, sehrli ishlamaydi. Bu ong ostini Robbim shunaqa programmirowaniya qilib qo'ygan. Sen nimani gapirsang, ong ostingda shu dastur uyg'onadi deb qo'ygan. Shuning uchun ham biz bugun agar kimlarni muhokama qilgan bo'lsak, nimalarni gapirgan, nimalardan qo'rqqan bo'lsak, hammasini ustida ishlab olishimiz kerak. Endi yaxshi yengilligi insonning neyronlari 21 kunda 100% obnovleniya bo'ladi, yangilanadi. Chunki tanamiz, hujayralarimiz, terimiz yangilanadi-da, e'tibor bersanglar anaqa bo'ladi. Sezonga qarab teri usti ko'chib tushadi-da, yana yangilanadi. Ilonlarga o'xshaymiz ham endi. Ayol qizlar. Neyronlarimiz ham shunaqa 100% yangilanadi. Chunki mana qo'lingizni kesib olsangiz bitadi. Sochingiz to'kilsa chiqadi yana. Chunki yaratgan qariylar shunaqa ne'mat berganda, men aytaman, mashalloh, просто qancha shukr qilishimiz kerak. Agar men bitta kesib olgan qo'lim bilan bir umr yashaganimda, bitmaganda, shu tasavvur qilinglar. Hayotimiz qanaqa bo'lardi? Bizga даже shu narsani ham tushgan tishni ham qaytib chiqadigan qildi bir marta imkon berib. Singan suyagingizni ham bitadigan qildi. Bu qanaqa in'om? Tasavvur qilinglar, singan qaysidir oyog'ingiz bilan bir umr bo'lib o'zgartirilmasida yashayversangiz. Qanaqa hayot bo'lardi? Biz просто shukr qilishga arzigulik ne'matlarni juda ko'pini ko'rmaymiz. Ko'rmaydiganlarimiz bittasi neyronlar. O'sha neyronlar, yana bitta zo'r narsa aytaman sizlarga. Aytamiz-ku, qanaqa unutaman bu odam bu ishini, men kechira olmayman, endi shu bilan yashashim kerak, qanaqa qilib. O'sha hamma narsani neyronlarni yangilanish davrida qanaqadir boshqa formaga keltirib, to'g'ri unutib olmaysiz, lekin uje unga pozitivniy qarashni o'rganish mumkin. Bu meni yaxshiligimga edi, meni o'stirdi. Minnatdorlik, zo'r boplab shu inson, молодец. Ko'rganda o'ziga ham rahmat aytasiz. Shunchalik sizga farqi yo'q bo'lib qoladi. Chunki siz neyronlaringiz yangilangan davrda har 21 kunda
davr o'tishi bilan yomon ko'rib o'tirmadingizda, bitta 21 kun ishlab oldingiz. Все, minnatdor bo'lib oldingiz o'sha insondan, vaziyatdan o'tib ketadi. Mana bu ham poklanish. Demak, insonni holati reallikka ta'sir qiladi. Masalan, qanaqa qilib inson holati o'zgargandan keyin men o'sha insonni kechirsam, unutsam, minnatdor bo'lsam, o'sha vaziyatga boshqacha qarashni boshlasam, men yomon ko'radigan inson, u ham meni yomon ko'rsa ham, men unga yaxshi отношение qilaversam yoki vaziyatlarda men o'zimni boshqacha yengilcha tutishni boshlasam, o'zgaradimi? Ikkita variant bor. Hayotingizda qolishi kerak bo'lgan insonlar qoladi, o'zini o'zgartirib qoladi. Уже sizni sifatingizga to'g'ri kelmadimi, chiqib ketadi. Zo'ri keladi lekin. Уже sizni kачествongizga mos keladi. Chunki siz o'zgargan bo'lasiz. Lekin agar taqdiringizda yozilgan insonsiz, ketmaydi, shartga majbur o'zgaradi. Boshqa iloji yo'q, qayerqa boradi? O'zgaradi. Sizni 100% o'zgaradi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Takror har xil inson keladi-da, lekin sizga bir xil munosabat qilishadi, bormi? Shunaqa vaziyat bor? Nimaga? Dars ham, to'g'ri dars ham, lekin yana inson o'zini o'zgartirmaguncha magnit bo'lib qaytaveradi. Avvalo o'zini o'zgartirgandan keyin o'zi yuksalganini, o'zi o'sha pastki etapdan, pastki magnitdan, assalomu alaykum, tepa magnitga chiqqanini anglaganidan keyin va barcha shartlarni olib tashlagandan keyin o'ylaganidan-da ortig'i kelishiga men misol uchun aniq ishonaman. Shunaqa bo'lganman-da chunki. Rahmat, красавица, просто восточная красавица. Mashhur blogerimiz Aisha, da, ko'rgandim sizni Instagramda. Восточная красавица, вообще, mashallah sizga. Вот, и xuddi shu volnalarimizni qancha sifatli bo'lgani sari, siz уже unaqa insonlarni jalb qilmaysiz-da. Ato o'tiraveramiz negativga, faqat negativni magnitsiz-da, siz bitta insonni hayotidan chiqarib olsangiz, ikkinchisini chiqarib olsangiz, takror yana shunaqasi kelaveradi, yana shunaqa отношение qilaveradi. Nimaga? Chunki magnit o'zini o'zgartirmayapti. Magnit kachествоga chiqmayapti. Masalan, munosabatlarda ham shunaqa bo'ladi. Faqat sevgi, muhabbatga xotir emas. Misol uchun, qo'ni-qo'shningiz, qarindosh urug'ingiz, atrofdagi insonlar sizni hurmat qilmayotgan bo'lsa, qadrlamayotgan bo'lsa, haqorat qilsa, yerga ursa, bu hammasi nimadan dalolat? Da, to'g'ri, lekin o'sha inson o'zini qadrlamayotganini atrof qatdan sezadi. Shunaqa energiya vibratsiya. Вот, mana shu vibratsiyalarimiz chiqadi. Holat vibratsiya orqali chiqadi. Energetik darajada hamma bir-birini his qiladi. Va bu narsa qanaqa ishlaydi? Kayfiyatga ta'sir qiladi, o'xshashlik qonuni, ya'ni подобное притягивает подобное bo'ladi va prefitsit bilan defitsit bor. Kim biladi? Nima? Masalan, defitsit bo'lsa, o'sha odam o'zini tashqi ko'rinishini, masalan, holatini o'ziga nima deydi? Qoniqtira olmaydi, o'zidan qoniqmaydi. Buni kamchiligi, defitsiti, yetishmovchiligi bo'ladi shu. O'ziga ishonchda, bahoda defitsit solishtirish. Yana atrofdagilar bilan o'zini solishtirish, tashqi ko'rinish. Da, bu ham shunaqa narsa. Ya'ni o'zidan norozilik, тоже defitsit hop. Birinchi defitsitlarni aytaylik bo'lmasa. Biz o'ylaymiz, defitsit o'zi anaqada ishlatiladi, finansiy gramotnosda, ya'ni pul yetishmovchiligi, pul defitsitligi. Demak, bu yetishmovchilik, bu kamchilik, yo'qchilik degani. Hayotda ayol qizlarda yana nimalar defitsit bo'ladi? Hozir aytdik, o'ziga ishonch, samootsyenka. Doim o'sha ko'rgan narsasiga ishonadi. Hammamiz shunaqamiz. Baribir bo'ldi, men o'z ustimda ishlayman deymiz-u, lekin baribir nimadirlarni xohlab qolamiz-da. Nima kam edi shundan degan narsa o'tib ketadi. O'sha narsa. O'zidan mamnunlikda ham defitsit, yana zo'rni aytaymi? Ha, ayting. Ayol qizlarga vнимание yetishmaydi-ku. E'tibor, mehrda defitsit. Lekin bilasizmi, qancha ayol qizlar kutgani sari berishmaydi o'sha mehr e'tibor. Nimaga? Chunki o'zini tan olmagan bo'ladi. Bu sabablar. Chunki inson o'zini o'sha yaxshi ko'ra olmasa, mana aytadi-ku, sen tashqaridan bitta rasmga olib qo'ysang, ko'rasan qanaqa yurishingni. Xabar, nimadir nedavoliy yuramiz-ku.
xuddi Allohdan mana mehr muhabbat yetishmayapti bizga deb yuramiz. Boshqalarga yaxshi hayot berdi, shuning uchun keyin atrof bizga shunaqa bermaydi o'sha narsani. Demak, fokus ham bermayapti degan narsaga qaratiladi. zo'r jonlandinglar, menga yoqadi. Bergandek beradi. Fokusi faqat kutishda bo'lib qoladi. O'zi bersagina keyin u ham qaytaradi. Zo'r yana. Zo'r, super. Hammasini hozir aytgan fikrlaringlarni o'zingizda nima turibdi? O'zimda mehr va e'tibor defitsitda. O'zimga o'zim bermayapman. Ichimda mehr va e'tibor bakim bo'sh. Men defitsitdaman. Meni yonimga defitsitli inson keladi. Kelib bakimni to'ldiradigan inson kelmaydi. Shuning uchun ham siz har doim mehr va e'tibor xohlayotganingizda yoningizdagi inson sizga bermaydi. Chunki siz o'zingiz bo'shsiz. Profitsitdagi ayollarni ko'rganmisiz? O'ziga zo'r o'sha uxodan, nimani mehr o'ziga yetarli bo'ladi, ularga keyin faqat beradigan erkaklar keladi. Faqat erkak emas, atrofdagi hamma, podrugalari ham, oila a'zolari ham hamma uni erkaklar unga mehr berib, unga nimani qiladi. Unga nivajni bersa ham bermasa ham okey u. Chunki o'zi profitsitda. Da. Bitta men aytmoqchi emasman, hozir biz profitsitni to'ldirish haqida gaplashmaymiz. Men tushuntirmoqchimanki, sizga shu defitsit vibratsiyasida bo'lganingizda shunaqa inson va shunaqa munosabatni ko'rasiz. Mana bu narsani o'zgartirish kerak. Buni ham shukrona bilan o'zgartirsa bo'ladi, chunki ertaga ham biz o'zimizga hattoki благодарность yozamiz. O'zimizga rahmat aytamizmi, qizlar hech? Kamroq, tan olaylik. Endi o'rganamiz, to'g'ri? Hatto shu paytgacha bizni faqat aybdorlik hissi, men noto'g'riman, men ulgurmayapman, qila olmadim, yaxshi ovqat qilmayman, yaxshi uy tozalamayman, достаточно chiroyli emasman, kosmetologga borishim kerak, yaxshiroq yana kiyim olishim kerak. Ana bor, hamma bor, bunaqangi ishni yuguradi, bu nimadir orqasidan yuguramiz-da, umr o'tib ketayotganini sezmaymiz. Qachon davolik bo'lamiz o'zimizdan? Xohlaymizmi shu narsa? Lekin yo'lini bilmaymiz. Xudo xohlasa, men yo'lini beraman sizga. Baribir bizachi mana yosh o'tyapti, vaqt o'tyapti, umr o'tyapti. Biz yo'qotamiz, lekin nimagadir qanaqa ma'noda desam bo'ladi. Masalan, yoshlikni ham, go'zallikni ham faqat o'tib ketyapti, erishmayapmiz-da. Borini qadrlashimiz kerak. Mana bugun shu holatdamanmi? Mana shu go'zalligim bormi? Mana shuni maqtab, mana shundan maza qilishim kerak. Ertaga bu kamayadi. Ertaga bir kun urush kamayadi. Tushunasizmi? Har bitta holatni, har bitta davrni, har bitta holatimizni maqtab yaxshi ko'rishimiz kerak. Mana shu narsa kayfiyat orqali va o'sha podobность orqali xuddi shunaqa insonlarni va shunaqa munosabatlarni sizga jalb qilib beradi. Albatta biz profitsit holatiga chiqib olishimiz shart. Endi keling yaxshilik haqida ham gaplashamiz. Og'riqlarimizni tushundik. Agar biz постоянно pozitivniy mishleniyada bo'lsak, ijobiy fikrlarda bo'lsak, nimalar bo'ladi hayotimizda? Sizlardan eshitdik. Hamma dunyoviy narsalar kirib keladi hayotimizga. Dunyoviy. Balaro такой чёткий. Yengillik yana. Organizm sog'lom bo'ladi. Super, ha? Ishonch bilan gapiring, bu aniq. Immunitet nimadan tushadi, nimadan ko'tariladi bilasizlar? Birinchi o'rinda stressdan tushadi. Stres noshukrlikdan, norozilikdan, hayotdan yashagisi kelmayotganidan, mamnun emasligidan stress. Hamma kasalliklar tagida ruhiyat turadi o'zi. Afsuslanish, sahrni diabetga olib keladi. Hamma sahrnilarni bor bitta gaplashaydi, faqat qaytadan afsuslanadigan bo'ladi. Yana Настроение yaxshi. Kayfiyatingiz zo'r bo'ladi. Qanday o'zgaradi? Atrofdagilar o'zgaradi. Hayotimizda nima bo'lishini kutgan bo'lsa, o'sha narsaga kelishib boshlaymiz. To'g'ri. Adekvat fikrlashni boshlaymiz. Hech kimni yashasib qo'ymaymiz. Просто yashaymiz. Maqsadlarimizga erishish oson bo'ladi. Maqsadlarimizga erishish oson bo'ladi. Zo'r, yo'llar ochiladi, bloklar ochiladi. Yana halovat bo'ladi. Eng asosiylari, zo'rlari, birinchi o'rinda biz yomonlikdan ham xayr topishni o'rganamiz.
tasavvur qiling, yomonlikni ham mana sizni уже og'ritmaydi, qiynamaydi, настроениеңiz buzmaydi, stressga tushmaysizda, yomonlikka ham umuman ahamiyatsiz qaraysiz. Zo'r kuch emasmi bu? Kimdir kelib sizni, "Men bunaqa bo'pti, bunaqa" desa, "Icho" deysiz. Nimaga? Chunki siz shunchalik uverensiz, sizni anaqa rahshatak qilib bo'lmaydi. Nima deydi? O'zidan chiqarish qiyin bo'ladi insonni. Hamma narsaga emotsiyaga berilib, yig'lab, voqmaga tushib ketaversa, u neadekvatniy bo'ladi, emotsional neadekvatniy bo'ladi. Har xil vaziyatda o'zini kontrol qila olgan, emotsiyalarni boshqara olgan inson bo'lsa, adekvatniy bo'ladi va har bitta vaziyatni to'g'ri interpretatsiya qiladi. Demak, biz noto'g'ri deb hisoblagan insonlarni ham o'zgartirish mumkin. Qiyin ishonish. Yo'q, o'zgarar ekan. Juft, do'stlar, har xil inson haqida gapiradigan bo'lsak ham, men eng yaxshi ko'rgan teoriyam, buni ko'p qaytaraman, oyna teoriyasi, zerkalo. Oynaga qaraysiz, oynaga qaraganingizda nimani ko'rasiz? O'zingiz aksingizni hamma sizni chunki o'zingiz aksingizni oyna sizni aldamaydi, ko'nglingizni boshqa jarang qilib ko'rsatmaydi, borisi ko'rsatadi-da. Keyin biz oynaga qaraymizda, nimamizdir yoqmaydi, cho'ta semirimmi, cho'ta yuzimda ajin bo'ptimi, anaqa yana qayerdir nito ekan. Keyin biz oynani ayblaymiz ham, "Sen nitosan, nimagadir sen meni xunuk qilyapsan" deb o'zimizdan sabab qidiramiz. Ayblamaymiz, endi sabab qidirib, "Men ozishim kerak ekan, to'g'rilashim kerak ekan" deymiz. Endi insonda ham shunaqa oyna bo'lib kelyapti-da bizga hayotimizga. Yo'q, bu inson noto'g'ri, bu yomon, uni almashtiraman, ketaman, boshqasini topaman yoki gaplashaman bu inson bilan. Просто siz ana oynani yomonlab, boshqa oynaga borib qaraysiz, u yana shunaqa narsa ko'rsatadi sizga. Mana shu. Endi rostdan ham ozdingiz, rostdan ham sochingizni to'g'riladingiz, ukladka qildingiz, o'zingizga qaradingiz-da, oynaga qaraysiz. O'zingizni o'zgartirib nima ko'rsatadi? Yana eski sizni ko'rsatadimi? Boisi yana o'sha chiroyingizni ko'rsatadi. Demak, siz o'zgarganingizdan keyin insonlar sizni chiroyligingiz, chiroy tarafingizni, ichki dunyoyingiz go'zalligini sizga ko'rsatish boshlaydi. Nimasi orqali? Munosabatlar orqali. Chunki siz o'zi ichingizdan o'zgargan bo'lasiz. Va albatta sog'liq va pulni aytdik. Sog'liq va pulga avtomatik ta'sir qiladi. Chunki energiya bu sog'liq bilan pul. Sog'liq bilan pul bu energiya. Bugun siz qancha daromad topsangiz, sizga yoki bo'lmasa qancha pul berishsa, sizni o'sha energiya bankingizning miqdorida beriladi. Sog'lig'ingiz ham, immunitetingiz ham, o'zingizni his qilishingiz ham hammasi energiya darajangizda. Endi men sizlarni marafon texnikalari bilan tanishtirmoqchiman batafsil. Xudo xohlasa, birinchi o'rinda challenge-da qatnashsanglar kerak, naверное, hamma qo'shilib olgan challenge kanaliga. Men buni nimaga taklif qildim? Maxsus yangi loyiha bo'lgani uchun insonlar ko'rsin, o'zi sinab ko'rsin haqiqatan ham 5 kun ichida bu yoqda beradigan 100% texnikalarimni где-то 10%, 15% beraman, chunki hammasi u 1 oy kerak bo'ladi amalga oshirishga va har kuni bittadan texnika bajarib sinab ko'ring. Ayol qizlar, ya'ni shunaqa imkoniyati bo'lsin, psixologiya ishlaydimi deb ikkilanib turgan joyda ham hamma aytadi-yu, hamma faqat sotadi, hamma faqat pulga beradi. Вот 5 kunlik бесплатный challenge. Mana bizani YouTube'da ham xudo xolasa ko'rishadi, kirishsin, qatnashsin, rezultatini ko'rishsin. Insonni faqat o'zini amaliga bog'liq bo'ladi. Ana undan keyin haqiqatan ham buni natijasini ko'rgandan keyin xudo xohlasa mana bugun biz sizlar bilan tanishayotgan Shukrona marafonimda ishtirok etishlari mumkin bo'ladi. Demak, texnikalar o'zi aslida Shukrona yozish texnikasi bir xil, bitta narsa. Kimdir kitobda buni yozadi, kimdir marafon kurs qiladi. Hammada o'zagida bir xil narsa turadi, благодарность yozish. Va men buni ozgina shu 2 yil ichida o'rganganlarimdan kelib chiqib, o'zimizning mentalitetga, dinimizga moslashtirib turib va ayol qizlarni o'sha ancha psixologiyasini o'rgandim. Shu narsalarga moslashtirib sistema qildim. Va bu yerda biz qanaqa texnikalar bajaramiz sizlar bilan 30 kun davomida har kuni 2 xil shukrona yozamiz. Mana shu yerda aytib ketaman. Birinchisi boriga shukr, ikkinchisi amalga oshmagan, lekin men xohlayotgan orzuga shukr. Qizlar, bu narsani yozish mumkin har tarafdan. Nimaga? Chunki aslida boriga shukrni bilamiz, okey, borimizga shukr qilish bu yomon joyi. Endi amalga oshmagan narsaga
shukur qilish nima uchun to'g'ri? Bizga xohish qayerdan paydo bo'ladi? Allohdan. Haqdan. Alloh beradigan narsasini Bo'ldi. Miyamizda o'zidan o'zi qayerdandir qorong'ulik ichidan yorug'lik bo'lib xohish paydo bo'lmaydi. Yaratgan bizga imkoni bor narsani joylaydi. Demak, mana shu ideya uchun ham biz oldindan shukr qilsak bo'lar ekanmi? Bu endi bunaqa tarafi. Endi men psixoterapevtik tarafini sizga tushuntirsam, bizda ongda bloklar bo'ladi va u bloklar hayotimizda bo'lishi mumkin bo'lgan orzu maqsadlarimizni to'sib turadi. Va siz amalga oshgan ko'rinishda shukrona yozganingizda ong bu narsani real hayotda paydo bo'ldi deb o'ylaydi. Chunki miyaga farqi yo'q. Sizning tasavvuringiz ham real hayotingiz ham bitta dunyo miya uchun. Shuning uchun vizualizatsiya ishlaydi bizda. Vizualizatsiya qilib hayotingizga kirib keladi. Qanaqa qilib? Chunki ong ruxsat beradi. Bo'ldi deydi ong. Yo bu darvozalar cho'ta ochilib ketib qopti. Bu o'zidan o'zi shukr yozyapti $10,000 uchun demak, $10,000 bu уже imkoni bor ekan bu inson erishishini deydi. Все, sizning bloklaringiz ochilishi boshlaydi. То есть siz biyodan emasdi, biyodan alfavitni oxiridan kelasiz-da. Tushuntira oldimmi? Siz nima deydi? Darvozani-chi biyodan emas, orqa tarafdan ochasiz. Уже bemalol sizning maqsadlaringiz kirib kelishi mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, mehrda saxiylik texnikasi bor. Biz bu yerda 5 xil insonni tanlab olamiz hayotimizda. Ota-ona bo'lishi mumkin, juft, qaynona, qaynota, qaynsingil, o'g'il, farqi yo'q, dugonangiz. Har kuni har xil insonlarni tanlash ham mumkin va har kuni har bitta insonga 7 tadan minnatdorlik yoki shukr yozamiz. Shukrona yozamiz. Buni nima uchun deb o'ylaysizlar? Ularga nisbatan negativ fikrda bo'lgan bloklarni aytayapti. Negativlar ochiladi yana. Yana ziyoda bo'ladi yaxshi taraflar. Yaxshi taraflarni ko'rish boshlaymiz. Fokusirovka bor-ku, boya aytdik-ku, insonlarning faqat yomon tarafini ko'ramiz deb. Siz har kuni insonlardan yaxshilik topganingizdan keyin 30 kun tasavvur qiling. Ongiz mana biz trenirovkada mishsani qanaqa trenirovka qilsak, уже o'zgarish boshlaydimi? Ong avtomatik tarzda hammadan faqat yaxshilik ko'rish boshlaydi. Hikmat texnikasi bor. Buni Reelsda ham tushuntirdim. Kim ko'ruvdi? Vaziyatlarga yaxshi interpretatsiya berishmi? Nima hikmat borligini topishni boshladim. Agar chuqur o'tirib yozaman deyordingiz. Men bugungi vaziyatda nima hikmat oldim? Nimadir yomon vaziyat bo'lib qoldi, hayotimni xafa qildi meni, tushunmay qoldim. Shartta o'tiraman deb o'sha narsaga hikmat, rahmat yozishni boshlayman. Masalan, bugun shamollab qoldim. Ishonasizlar, shu narsaga ham yozaman. Yoki bugun voqli tura olmadim, ertalab uxlab qoldim. Shu narsaga ham yozaman. Shu nima deb yozishingiz kerak? Kim biladi o'zi? Sizlardan chiqsin birinchi. G'alati texnika. Masalan, o'tiraman-da 10 ta shukrona. Men bugun shamollab qoldim deylik, kasal bo'lib qoldim. Yozaman. Birinchisi, men shamollab qoldim, lekin bugun uyimda qolib, uy ishlarimni qilishga ulgurdim, shukr. Ikkinchisi, men bugun ko'proq dam olishga vaqtim bo'ldi. Shukr. Yoki masalan, men bugun qizimga ko'proq vaqt ajratishga imkonim bo'ldi. Shunga shukr. Bittadali. Yoki yana nima yozish mumkin? O'sha qizingizga vaqt ajratish uchun ham o'sha kasal bo'lib qolgan. Случайности yo'q o'zi hayotda. Ko'ryapsizmi? Biz vaziyatlarning yomon tarafini ko'ramiz-da, faqat. Havo yomon, bugun yomg'ir, mashinamni yuvdim, yomg'ir yog'di. Oyog'im qayrilib ketdi, kiyimim qo'l bo'ldi, yana bir narsalar, lekin o'sha narsani yaxshi tarafini ko'rmaymiz. Endi tasavvur qiling, siz har kuni bitta vaziyatingizni olib, hikmat topib yozib olasiz har kuni. Qanaqa ideal inson bo'lib ketasiz? Faqat yaxshi ko'z bilan qaraysiz, chunki fokusirovkangiz nastroyga bo'ladi. Demak, marafonni boshdagi 2 haftasida shularni bajaramiz, keyingi 2 haftalari moshni qiyin bo'ladi. Ustanovkalar va bloklar bilan ishlaymiz, xudo xohlasa. U yoqda pul bloklari, sog'liq bloklari, ustanovkalari, erkaklar haqida, munosabatlar, oila haqida, hattoki mana qarishimiz haqida ham ustanovkalar bor, bilasizlar? Ayollarning qarishi haqida. Muhim ayolda. Muhim ayolda. Bu qanaqa o'sha ustanovka, kim biladi? Qarilik haqida qanaqa ustanovkalarimiz bor?
ilm qancha olsak shuncha yosharamiz. Ilm yaxshi, yomonlari-chi? Keng tarqalganlar. Da o'z ustanovkada yoshlikda singdirgan narsalar bo'ladi. Boshqalardan eshitamiz, ota-onamizdan eshitamiz, shunaqa yashash kerak ekan deb o'ylaymiz. Обязательно pensiyaga chiqib, 50-60 yoshda qarib, обязательно semirib, nevaralari bilan choy ichib, chiqatga bora olmasdan, ishsa qila olmasdan, sayohatdan qila olmasdan, o'tirish uyda bo'ldi, qarichilikda endi anaqa sog'liq ketdi. Обязательно sog'liq ham ketish kerak ekan qarasa. May Musk qaranglar, Jennifer Lopez qaranglar. Elon Musk onasi 72 yosh, model, aktrisa. Yokida Amazon mana hozirgi rafiqasi 55 yoshli Lauren Sanchez. Ko'rasizlar, televediushya. To есть, bitta o'zbek ayol qizlarini mamlakatda qaralik. To'lashdan qaradi deganlar bor. Voy-da, qari qiz. Ustanovka. Rostdan ham ustanovka. To есть, bizani mana terimiz, hujayralarimiz, miyamiz, tanamiz fikrimizga qarab qarishni boshlaydi. Bo'ldi, men falon yoshga chiqaman, 30 ga chiqaman, все, bu yog'iga endi go'zallik meni tark etishni boshlaydi. Sochib to'kilishni boshlaydi. Bu ustanovka. Siz yaxshi ustanovka bering. Yo'q, men hamisha yosh bo'laman, hamisha chiroyli bo'laman. 60 da ham, 70 da ham chotki bo'laman, deng. Mana shunaqa ustanovkalar bilan ishlaymiz, xudo xolasa. Keyingisi orzular. Orzularning yo'lida bizani to'sadigan qo'rquvlar bor, to'g'ri bloklar bor va orzularimiz amalga oshgandan keyin hayotimizdagi o'zgarishlardan qo'rqamiz. Bormi shunaqasi? Xohlaymiz-da, mana mashina olish, ev bitirish yoki har xil orzularimiz bor-da, keyinidan qo'rqamiz. Hali kelmasdan turib, biroz erishishni xohlaymiz. Mana miyamiz 50-50 bo'lib qoladi. Bir yog'i xohlayapti, bir yog'i to'xta. Agar amalga oshsa nima bo'ladi keyin? Bora, mana shunaqa soyalar bilan ishlaymiz. Va qo'rquvlar bilan ishlaymiz. И, конечно же, reja bilan intizom, disiplina. Bu siz bo'lmaydi, chunki обязательно bu kursda, bu loyihada biz har kuni plan yozishimiz kerak va har kuni intizom grafik ko'ra yashashimiz kerak. Ertalab nechida turaman, kun davomida hamma ishlarim planoviy bo'lishi kerak. Nechagacha. Muvaffaqiyat busiz bo'lmaydi, o'rtoqlar. Endi vazifalar haqida men juda ham ko'p loyihalarda ko'raman. Vazifa beriladi, lekin o'z holiga tashlab qo'yiladi ishtirokchilar. Ya'ni video oladi, nazoratsiz nimadir materiallar, kitoblar, gazetlar beriladi, bo'ldi keyin. Do'sti doimiy bo'lsa, вообще всё. Ikkita dars ko'radi, qolgani qolib ketadi, Telegramda delete account bo'lib ketadi, shu bilan qidirib topa olmaydi. Yo'q, o'rtoqlar, menda majburiy. Bilasizlar, muhim ayol turmushgachalarda ham kim o'qigan bo'lsa majburiy edi, lekin shunda ham men yaqinda gaplashdim birovlar bilan. Kechirib yuborishar ekan ko'p joyda. Men endi hammani mingtalab odamni nazorat qila olmayman-ku. Men aytdim, qaranglar, biz yangi proyekt boshlaymiz. Bu yerda har bitta odam nazorat qilinadi. O'zi qanaqa bo'lyapti eski proyektlar. Endi hozirgina haqi bo'lib qolishyapti-da, chiqarmayapti-da, yo'q dedim. Bo'ldi, uni tashlab u narsani. Bu proyektda bu men uchun emas intizom. Agar men har bitta insonga garantiya beryapmanmi natijani, demak o'sha inson 30 kun 30 xil vazifani har kuni vaqtida topshirishi kerak natijaga chiqish uchun. Buning uchun обязательно bizda majburiy bo'ladi. Qanaqa? Ogohlantirilishlar berib, уже yana takrorlar bajarmasa, уже chiqarib yuboriladi kursdan. Конечно, pulingiz ketgandan keyin, vaqtingiz, energiyangiz, resursingiz ketgandan keyin nima qilasiz vazifani? Bajarasiz. Maktabda ham qattiq ustozlarnikini qilganmiz-ku, to'g'rimi? Kechiradigan ustozlar, bo'ladi, indamaydi, baribir qo'yaveradi, bahoni deb qilmaymiz. Bizga disiplina kerak. Shuning uchun ham bizda xudo xohlasa majburiy bo'ladi. Yetib kelamiz. Savol-javob. Xudo xohlasa, hozir kim agar qo'shilmagan bo'lsa, qo'shilib olinglar Shukronaning sahifasiga Instagram и challenge-ga. Instagramning Shukrona marafoni sahifasida link turibdi. Challenge 1-iyunda boshlanadi, xudo xohlasa.
5 kunlik challengeimiz. Ana endi loyiha haqida va umuman mana shu Shukrona haqida kim nimani tushundi, tushunmadi, kimda o'zini qanaqadir savollari paydo bo'ldi. Savol-javob qilsak bo'ladi. Qiynalmaysiz. Uyingizda o'sha vaziyatda qariya inson bo'lsa-da, siz charchab ketasiz haqiqatda-da. Lekin majburiyatan bo'lib qoladi-da bu yerda. O'sha joyda ikkilanib qolaman-da, keyin yana miyamda keladi. Bitta sanmas-ku, masalan, men kelinman. Farzandlar ham bor-ku deyman-da. Lekin shuni aytishim kerakmi shularga? Sizlar ham kelinglar, yordam beringlar. Men toliqib qolyapman deb shu yerda ikkilanib qolaman. Mana shu hozir o'zingiz atib beradigan qilib shu narsani men qiynaldim, charchadim, men bugun qila olmayman ovqat yoki men bugun xizmatingizni qila olmayman. Mana shu narsalarni o'sha insonlarga aytsangiz nima bo'ladi? Aytsam to'g'ri qabul qiladilar. Lekin men anu yoshligimdagi qanaqadir singdirilgan tarbiyadan kelib ayta olmayman-da shuni. Xo'p, yoshligingizdagi singdirilgan tarbiyadan kelib chiqib aytsak nima bo'ladi? Keyin nima bo'ladi? Nima bo'lishi mumkin? Yo'q, aytdachi qarang, ularda hech narsa bo'lmaydi, menda aybdorlik hissi paydo bo'ladi. Aybdorlik hissini orqasida nima bor? Nima fikrlar chiqyapti? Sizni qanaqa o'ylab qolishadi? Yomon deb o'ylab qolishadi. Yomon deb o'ylab qolishadi. Voy, chiqadi yana. Keyin Alloh oldida qo'rqaman, qaytar dunyo deb. Shu tarafini o'ylayman. Yana. Keyin bilmasam. Bilasiz? Yordam bering. Nima o'ylashadi? Men shu joyga fakt bilan gapirsam bo'ladi. Sразу ответini oladi. Zo'r qiz u narsa aytmoqman. Yangi kelinman men. 29-aprel. Tabriklaymiz, baxtli bo'ling. Rahmat. Men Instagram sahifamga hech qachon hali birorta videoni kelishib, kontent olib qo'ymaganman. Hayotiy narsalarni prosta olaman, montaj qilib qo'yaman. Men soxtalikdan juda uzoq insonman, yoqtirmayman, nom bermayman, soxtalikni yaxshi ko'raman. Eng kelinman. Bilasiz, ideal inson, ideal oila yo'q. Kimki turmushga chiqmagan bo'lsa, demak o'zingizlar hali tayyor emassizlar. O'shaning uchun hech ham o'ylamanglar. Hamma narsani o'z vaqtida bor ekan. Va bitta narsani men sizga aytmoqchiman. Mana hali ham siz kerakli anaqasini his qilasiz-ku. 60 yosh bo'lsangiz ham, 80 yosh bo'lsangiz ham siz baribir kelinsiz. Ya'ni sizni o'sha qarindoshlar kelin deb chaqiradi-da. Bizda mentalitetda kelin, qaynona unaqa bo'lsa nima qilaman? Bunaqa bo'lsa nima qilaman? O'sha boya aytdingiz-ku, qo'rquvlar. Men sразу o'zimda shu narsani bildim-da, qo'rquvni. Siz уже farzandlaringiz katta, menimcha, уже hali ham kelinlikni his qilasiz. Menda shunaqa vaziyat bo'ldi bugun, ertalab. Men 5:30da turaman. Hatto men hech kim majburlamaydi yoki Alloh guvoh, kontent uchun o'zimni yaxshi ko'rsatish uchun emas. O'zim xohlab, niyat qilganim uchun 25 yoshimda turmush qurganim uchun men qancha kutib, Allohdan so'rab deganim uchun men 5:30da obedda 1-2 gacha uxlagan qiz 5:30da turib ko'cha supuraman, qaynotamni choyni qilib beraman-da, 2-3 marta turolmay qoldim, bo'ladi-yu endi hammada vaziyat. Lekin menda ham bo'ldi-da, dovdirab, qo'rquv bo'ladi-yu, hammada bo'ladi-yu, lekin men hech qachon bildirmayman-da, shu narsani kulib turaveraman-da, keyin qaynotam aytdilar menga. Qanaqa bilganimda dedilar, kelin qilmasdim. Mana xotinim damlab beryapti choyimni dedilar. Atajon, hamma o'zini eriga damlaversin. Men erimga qarab, ertalabgacha asabim buzildilar, urush qilib, uxlab qolman. Zo'r kelishdik, mazza qildik. Mana shunaqa oyijonizga damlab beraversinlar dedim. O'sha payt men agar, voy, endi meni yomon ko'radilar degan narsa yo'q-da. Keyin bu narsa 2-3 kun oldin ham takrorlangan. Uxlab qoldim. Anaqa aldoqchi ekansan sen dedilar menga qaynatam aytib. Keyin nima qildim desam, sen choyga damlab beraman deb mana uxlab qoldik-ku dedilar. Nima qilasiz endi atajon, qayda borasizmi? Keta olmayman, qaytasangiz ham deb qo'ydim-da. Ya'ni botdan olib, botga chiqazib, eng globni ichingizdagi narsani chiqarishingiz kerak. To'g'ri, mehr bilan. Zo'r. Mehr bilan, qahr bilan emas, zahar bilan emas. Chunki men qaynatamni etapiga hali bormaganman.
hali yoshlik qilaman. Ular ko'rgan kunni ko'rmaganman. Ular ham yaxshi niyatda kelin tushirishgan-ku. Lekin magani xolalari kelib, masalan, e'tirom kichkina bekitmayman. Bemalol internetga qo'yishinglar mumkin. Menda soxtalik yo'q. Hamma eshitsin, hamma bilsin deydi-ku. Xolajonlar ham juda ham yaxshi. Oilam juda ham oddiy oilaga turmushga chiqaman-da. No, ba'zida bo'ladi-yu, baribir. Ha, supurmayapsanlar. Ha, deysa, настроением qachon bo'lsa supuraman. O'zi har kun supuraman, men hech qachon supurmayman. Men настроением qachon bo'lsa supuraman. Ha, erkak kelin bo'lding dedilar, kecha bordi. Bilasizku, men 5-farzandman oilada, kenjaman, 60 ga kirsam ham erkak bo'laman, dedim. Kulib, yengdim va men hech qachon hech kimga hech nimani isbotlashga majbur emasman va men kimga xizmat qilsam, kimga yaxshilik qilsam, qaynonamni Alloh uchun juda yaxshi ko'raman. Yaxshi qaynonalar bor. Mani qaynonam eng zo'r qaynona, ilohim davomli bo'lsin. Alloh uchun qilaman. Alloh ko'rib turibdi. Qaynonam bilmasin, qaynotam bilmasin, erim ham bilmasin. Alloh aniq biladi. Va bu narsa menga o'zimga ishonch. Mana men yangi kelin bo'lsam ham kelib davralarda o'tiribman, syomkalarga уже chiqib ketganman. Ham uy ishlarini qilaman, ham ko'cha ishlarini. Lekin men hech qachon o'zimni aybdor his qilmayman. Uzr so'rayman, mehr berishda davom etaman. Master-klass bo'ldi. Davomli bo'lsin ilohim. Hozir aytaymi sizga termin darajasida nima qilganligimni? Bu yerda qaranglar, ko'pchilik o'ylaydi, rol o'ynash kerak, nima bo'lsa ham yaxshi gapirish kerak ekan, kulib turish kerak ekan, shirin gapirish kerak ekan. Agar u narsani soxta qilsangiz charchab qolasiz bir kun. Bularda men ko'rgan narsam, ichkaridan u oilani radnoy deb qabul qilganlar. Tushunyapsizmi? Radnoy deb qabul qilganingizda u insonlar haqida hozir men haqimda yomon o'ylab qolishadi, va meni yomon ko'rib qolishadi, va meni urishadi deb yomon gumonga bormaysiz. Bizlar qachon insonlar haqida, oilamiz haqida yomon gumonga boramiz? Qachon bitta komanda deb bilmasak. Bitta komanda deb bilmaganingizda vibratsiyalaringizdan u odamlar his qiladi-da, hamma ishni qilsangiz ham ishingizdan ayb topishadi. Chunki siz ichingizdan qo'rqqaningizdan urushmasin, janjal bo'lmasin, xafa qilib qo'ymay, yomon ko'rib qolishmasin, yomon kelin deyishmasin, orqamdan gapirishmasin deb qilasiz. Biz insonmiz, xato qilamiz. O'sha xato qilganingizda ham ichingizdan, "Mani komandam nechun urushsa ham mayli, urushadi, yana yarashib ketamiz. Ota-onam, onam ham urushadi-yu" deb bitta oila radnoydek qabul qilganimizda qizlar, unda уже sizni qarashingiz o'zgaradi. Buni hisobiga u insonlarning ham sizga nisbatan qarashi o'zgaradi. Bilib qo'yinglar, biz borgandan keyin o'sha oila уже bizning radnoy oilamiz. Savolingizga javob bera oldik degan umiddaman. Bitta sinab ko'ring. Borib sinab ko'ring faqat, ha. Yo'q, ular indashmaydi. Aytaman, o'zi indiydigan yoshda emasman, nevaralarim bor. Ichingizdan to'g'rilaydi. O'sha narsani yo'q, meni yaxshi ko'rishadi. Nima qilsam ham, hozir uxlasam ham, ish qilmasam ham qabul qilishadi. Bo'ldi. Ular meni yaxshi ko'radi deb ichimizdan shu ustanovkaga kelib olishimiz kerak. Bizda ustanovka nima bor ichimizda? Ming haqiqatan urushmaydigan insonlar bo'lsa ham, o'sha ichingizda-ku bu anaqa o'rnatma, dastur ichingizda ishlayapti. Ya'ni men yomon bo'lib qolishim mumkin. Menga yetishmasa ham ichlarida yomon fikrga borib qolishadi deb qo'rquv ichimizda yashaydi. Mana shu narsadan ochib olishimiz kerak. O'sha qo'rquvim bor. Yana savollar? Aybdorlik hissini qanaqa yo'qotsa bo'ladi? Aybdorlik hissi juda ham katta mavzu. Aybdorlik hissi birinchi o'rinda bu travma va travmalarning hammasi bizga qanaqadir manfaat bergani kabi aybdorlik hissi ham nimadir beradi, nimadandir asraydi. Har doim. Masalan, shunaqa bitta aybdorlik hissi bor. Yaqinda ham bitta konsultatsiyada ishladim-da, bitta ayol bilan. Yoshliklaridan u ayollar onalari buzuq ayolga aylanib qoladi katta bo'lganda degan qo'rquv bo'lganda, nimagadir shunaqa qo'rquv bo'lgan. Doimo unaqa bo'yanma, unaqa kiyinma, unaqa to'g'ri bo'l, yaxshi bo'l deb mana shunaqa ramkaga solib katta bo'lingan. U qiz haqiqatan ham bir umr qilmagan ishi uchun aybdor yashagan. O'zi unaqaga aylanmaganda, lekin xuddiki sal pomada sursa ham, sal kaltaroq ko'ylak kiysa ham, bo'ldi buzuq qizga chiqib qolar ekanman deb aybdorlik hissida yashagan.
va qarangki bu narsani mana shu travmani tagida unda shunaqa hayotiy holatlar bo'lgan, rostdan ham yolg'iz qolgan, rostdan ham shunaqa nima deydi, hayotiga har xil insonlar kirib kelgan. Mana shu joylarida har doim uni miyasida onasini o'sha buzuqqa aylanib qoladi degan aybdorlik singdirgan hissiyoti yashagan. Va shu narsa uni asragan noto'g'ri yo'lga kirib ketishidan. Kerak vaqtlar. Tushunyapsizmi? Ya'ni aybdorlik hissini birinchi roli bor. Birinchi topish kerak. Uni roli nima? Nimaga ishlab beryapti? Nimadan asrayapti? Nimaga olib kelyapti? Bo't. Aybdorlik hissiga ham hikmat yozasiz. O'zi nimasi bor ichida? Keyin ochilishni boshlaydi sizga u. Dushman emas, do'stdek bo'lishni boshlaydi. Keyin o'sha yo'li ham chiqadi, chiqib ketish yo'li. Bu loyihada aybdorlik hissi bilan ham ishlaymiz, xudo xohlasa. Xo'p. Mana misol uchun hayotimizda bitta tekstlikda bo'lmaydi-ku. Ba'zi misol uchun bizga odamlar bizga yomon munosabatda bo'lishi mumkin. Misol uchun men kimdir yomon munosabatda bo'lsa, men undan o'sha yaxshi tarafini oldin menga shu yaxshilikni qilgan-ku degan fikrlash bo'ladi. Shu to'g'ri bo'lismi, nima bo'ladi? Albatta to'g'ri. Albatta. Mana shu yaxshilikni qilgan deb o'ylayman-ku. Agar yomon reaksiya qilsangiz nima bo'ladi? O'zimning ish bo'ladi. O'zgarmaydi u inson, vaziyatdan 100% o'zgarmaydi. Endi yaxshi bo'lib ko'rsakchi. 50% bo'lsa ham ehtimol bor o'zgarishiga. Endi qaranglar, biz shoshamiz-da, bir marta yaxshi qilib ko'ramizda, sразу o'zgarishni kutamiz. U inson yillar davomida shunaqa xarakterda o'sgan. Bu kecha yoki bugun bo'lib qolgan odam emas, u har doim shunaqa bo'lgan. Demak, biz ham davomli urug'ni ham ekib unga qanchadir vaqt suv quyasiz-ku, daraxt bo'lib meva bergungacha, to'g'rimi? Davomli mana mehrda saxiylik texnikasi, davomli mehr berish kerak. Davomli yaxshilik qilish kerak. O'zgarish bo'lishi uchun. Orqadagilar ham. Yana bitta ikkita savol qilaylik. Oxirgi 2 haftada har xil vaziyatlar bo'lib ketdi-da, ya'ni birdan yomon vaziyatlar bo'lib ketdi, lekin birinchi marta umuman e'tibor qilmayman shu vaziyatlarga, ya'ni o'zim xotirjam tutyapman. Men shu xotirjamligimdan qo'rqyapman negadir. Chunki birinchi marta bunaqa bo'ldida, aytyapmanki, men yaxshi qo'rqishim kerak edi, shu qo'rqsam bo'laga chiqib ketadi deyapman. To есть qo'rqmayotganim uchun o'zimga o'zim qo'rquv uyg'otaman deb, men xotirjamligimdan qo'rqib ketyapman deb prosta. Aha. Umuman Bilasizlar qanaqa ustanovka? Hammasi yaxshi bo'lib turganda hozir birdaniga nimadir yomonlik bo'ladi degan ustanovka. Mana vaziyat bo'lyapti, lekin e'tibor bermaymanki, bu ham o'tib ketadi, ili bu ham bundan 5 battar bo'lishi mumkin-da, e'tibor bermayman. Даже hozir mana shu yerda o'tirman, xayolim oldingi vaziyatda emas-da, prям xotirjamman. Nimaga bunaqa bo'ldi? Qo'rqib ketyapsiz. Birinchi marta bunaqa holatga tushmayman-da, oldin juda vahima qilganim uchun shunga bunaqa xotirjamlik deyapman. Keyin ishlayapti. Ana yoshligimizda ish qilmay o'tirsak ham, hammasi yaxshi bo'lsa ham, hamma toza bo'lsa ham ayb topib berishgan-ku. Yoki shunga o'xshagan vaziyatda bizda shunaqa assotsiatsiya qoldirgan. Demak, har doim hammasi yaxshi bo'la olmas ekan, har doim hamma narsa ideal bo'la olmas ekan. Baribir nimadir sodir bo'lar ekan. Chunki uzoq 2-3 kun yaxshi yashab qo'ydim, hozir 4-kun yomon bo'ladi endi deb turamiz-da. Bu ustanovkani ham prosta o'zgartirib pozitivni yozish kerak. Yo'q, hammasi yaxshi bo'lishi mumkin, hammasi xotirjamlikda o'tishi mumkin, men har doim huzurli bo'lishim mumkin. Yozasiz, bitta negativga 10 ta pozitiv yozing. Savol bermoqchi edim. Ona bilan munosabatda. Misol uchun, men oilada 3 ta farzandmiz, 2 ta akamizda bor. Oyim aslan akamlar bilan yaxshi munosabatda bo'lganlar. Men bilan yaxshi munosabatda bo'lgan. Hozir ham kritika qiladi. O'sha qanaqa qilib to'g'rilasin, shu har kun o'ylaydigan narsa onam adam bilan bitta. O'rtoqman yoshligimda, onam bilan bo'lmaydi. Kritika qiladilar, qanaqa qilib shu vaziyatdan chiqib bu O'zbekistonda 70% ayol qizlarda bor holat, chunki o'sha urush davridan keyin ko'p erkaklar yo'qolgan, o'lim bo'lgan, har xil vaziyat bo'lgan. O'shani hisobiga ajdodlarimizda, ota-onamiz va buvi-dodalarimizda oxirgi 50-100 yil ichida erkaklar muhimlik darajasi oldinga o'tib ketib qolgan. Mana hozir oxirgi 10 yilda o'zgaryapti endi. Ayollar qadrlanib, qiz tug'ilsa xursand bo'lmaydi. Oldin o'g'il bo'lgan. Shuning uchun ham bizda o'sgan pokolyaniyada ozgina qadrsizlantirib o'sgan ayol qizlar ko'p. Buni birinchi tushunishingiz kerak. Shu gap onangizda emas. Bu davr talabi, hamma onalar shunaqa bo'lib qolgan, shunaqa fikrga kelib qolgan. Birinchisi onani tushunasiz.
Ikkinchisi ko'p minnatdorlik yozasiz onaga. Uchinchisi interpretatsiyalarni o'zgartirasiz. Ona haqida mana hozir qanaqa interpretatsiya bor? Urushadi, tushunmaydi, bunaqa sifatlar. O'sha sifatlarni o'zgartirib chiqasiz. Boshqacha qanaqa bo'lishni xohlaysiz, o'shanaqa yozishni boshlaysiz. Keyin mo'jiza bo'lmaydi. Siz o'sha sifatga ishonishni boshlaysiz, ongingizga kirdi, onaga siz shunaqa qarashni boshlaysiz, o'zgaringiz o'zgaradi. Ona vibratsiyada buni his qiladi-da, o'zi tushunmasdan turib sizga o'zgarishni boshlaydi. Sizga odamlar, ona mayli boshqa insonlarmi sizga keyin savol bilan berishni boshlaydi. Nimaga o'zgarib qolding? O'zi aslida siz ularni o'zgartirayotgan bo'lasiz. O'zingiz orqali. Yana bitta savolga javob beraylik, keyin yakunlaymiz. Mayli qizlar, vaqtimiz ham o'tib ketib qoldi. Keling, shu orqali qizimiz gapirmadilar. Men siz mikrofon beraylik ularga. Assalomu alaykum. Asosan onalar tomonidan asosan o'g'il farzandlariga nisbatan doimo achinish bo'lgan-da. Ya'ni u bechara o'g'illarga nisbatan mas'uliyatlardan doim o'g'illarni olib qochgan ekan-da. Ko'proq rasm mas'uliyatlari ayollarga qo'ygan ekan. Ya'ni hamma narsani ayollar qilish kerak, oilada mas'uliyatli bo'lish kerak, sen qilib berishing kerak degan mas'uliyatlari asosan ayollarga qo'ygan ekan. Shundan so'ng biz oilamizda o'g'il farzand yo'q. Biz 3 ta qizimiz. Shuning uchun doim mas'uliyatlar bizga qo'yiladi. Shunda qanaqa yechim bo'lishi kerak? Bu yerda muammo nima? Rahm qilayotganingiz, erkaklarga rahm borligi oilada o'zgarish nima o'zgarish xohlamaysiz? Shuni ham konkret ayting. Bu narsa masalan onalarda bo'lgani uchun onam hayotida ham bor. Masalan, onam qaynonalari doim o'g'lini chetga surgan bo'lgan. O'shanda ham masalan oilamizda ko'proq mas'uliyatlar onamga qo'yiladi. Bu narsa masalan meni hayotimda qaytalanishini xohlamayman. Turmushga chiqqanmisiz? Yo'q, hali. Zo'r. Bu narsani hozir o'ylayotganingiz aynan turmushgachaligi ham yaxshi, chunki keyin sal qiyin bo'ladi o'sha soyuzda bu narsani o'zgartirish. Birinchi o'rinda bu yerda hozir haqiqatan ham sistema buzilgan. O'zi erkak kishiga rahm qilish nosog'lom narsa, chunki erkaklar tabiatan asliyatan kuchli, ayollar esa ojiza. U yonida bo'ladi, erkak ovchi. Bu sistema buzilgandan keyin erkaklarga rahm qilinadi, ular har taraflama sinishni boshlaydi. Finansi va sog'lig'ida hamma taraflama xullas sinib oxiri yotoqchi erkakga aylanib qoladi uyda va bu narsaga ko'pincha ayollar sababchi bo'ladi, o'zi bilmagan holda. Endi siz hozir to'yingiz bo'lgungacha erkaklarga qarashingizni o'zgartirib olishingiz kerak. Birinchi o'rinda o'rganishingiz kerak. Asliy ayol bilan erkak qanaqa? Tabiatan funksiyalari qanaqa, majburiyatlari qanaqa, hayotga nima uchun keladi, nimalar mumkin, nimalar mumkin emas. Ana undan keyin siz o'sha erkak kishiga kuchliga qaragandek qarashni boshlaysiz. Chunki men har doim aytaman-da, erkak kishiga rahm qilishadi, qiynalyapti, pul topolmayapti, charchayapti. Xo'p, keyin rahm qilib o'zlariga shu ish qilishadi ayollar. Kim aytaman, siz charchamayapsizmi? Siz kam uxlamayapsizmi? Siz qiynalmayapsizmi? Sizni sog'lig'ingizni kim o'ylaydi? To есть biza buvilarimiz, onalarimizning modelini kopировать qilib olib, erkaklarni ham o'sha dodalarimiz, otalarimizga aylantirib qo'yamiz. Shunaqa bo'lmasligi uchun biz bugun qarashimizni o'zgartirishimiz kerak erkaklarga. Erkaklar haqida texnika beraman. Kimda erkaklar haqida agar shunaqa ustanovkalar bo'lsa, yozishingiz kerak. Hamma ustanovkalarni. Imенно qanaqa erkaklar? Agar bechara bo'lsa, siz rahm qilarli bo'lsa, hammasini yozasizda, yonidan pozitivnisini yozib chiqasiz. Yo'q. Yaratgan erkaklarni kuchli qilgan, ularni tabiatan ovchi qilgan. Ular qancha ishlasa ham, mehnat qilsa ham pul topib kelib maza qiladi. Bitta gaplashib ko'ringlar, uylarga borib, eringlar, juftliklar, otanglar, aka-ukalar bilan erkaklar pul topib, ayollarga pul berib maza qiladi. Energiya oladi. Agar ayol bu narsani, o'sha ta'minotni, o'sha nima deydi, himoyani, yordamni, kuchni priнимать qilishni, qabul qilishni bilsa, yo'q, menga mumkin emas, hozir menga bersa o'zida qolmaydi deb o'ziga ruxsat bermasa, unda qiyin. Ayol ochilgani sari erkak kuchlilashadi. Yonida yana ham pul topishni boshlaydi. Shuning uchun hamma narsa ongimizdagi dasturlarga, ustanovkalarga, ongimizdagi tushunchalarga bog'liq. Lekin men har doim
aytaman, biza amalini qilamiz, sababini qilamiz. Chunki sababiyat olamida biz bu dunyoga tayyor nima deydi, ssenariyni yashagani kelganmiz, lekin u yoqda bizani bajarishimiz kerak bo'lgan amallar ham bor. Bu narsa o'zimizga bog'liq. Va bugun mana shu yig'ilganimiz, men sizlarga gapirayotganim, sizlar eshitayotganinglar bejizga mas bo'lsin ilohim va har bittanglar mana shu sababiyat olamida sabab topib, vaqt ajratib, resurs topib, bugun mana shu yerda o'tirgan bo'linglar va bu narsa sizlar uchun xayrli bo'lsin. Demak, sizlar bilan bugun o'tkazgan vaqtimdan minnatdorman sizlar uchun, maza qildim, energiya oldim, savollaringiz uchun rahmat va xudo xohlasa shukur challenge-da, keyin esa marafonda ko'rishguncha. Bugun kelgan mashhurlarimizga alohida rahmat. Ular uchun biza Shukrona loyihasidan отдельный ishtirok taqdim qilamiz, sovg'a qilamiz, eksperiment tarzida ishtirok etib, o'zlari natijani ko'rishlari uchun. Sizlar bilan esa shukur challenge-da ko'rishamiz. Hammanglarga rahmat, sizlarga qarsanglar. Rahmat. Menga ruxsat.